Sergeli Choshtepadan 3 xona 73.9 salkam 74 kvadratli kvartirani arzonga berib yuborilyapti. Nechila qilsa bo'ladigan variant birinchi liniya. Qo'shnisi xuddi shunaqa kvartirani 120 ming dollar so'rab turgan holatda Arzon Narxda kanalida 81.900 dollarga obzor qilib beramiz. Buni nechila qilib olish kerak. Nechila qilingandan keyin kamida 1000 dollarga arindaga bersangiz bo'ladi. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prixoshka uzunasiga mana chiroyli shaklda kirganimiz o'ng qo'lda birinchi xonasi, skvoznoy variant, ya'ni kirganimizda bu yoqdan kirilib, to'g'rida mana ikkinchi xonasi zal qismi. Ko'rib turgan mebel texnikalari hammasi qolyapti. Nechilay qilamiz desalaringiz, bu xona bilan bu xonani alohida bir o'rtadan devor tortib, ikki xona sifatida arendaga berasizlar. To'g'ri kelganimizda o'ng qo'lda kattakon oshxonasi, duxoterni katta ishlab turibdi. Hammasini olib tashlab, buni bitta xona sifatida foydalanasizlar, arendaga berasizlar. Arendaga berayotgan paytda bu 3-xonasi. Ko'rsizlar mana yaxshi holatda turibdi. Sanuzeli alohida. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Hojatxonasi ham keng va yorug'. Mana ko'ryapsizlar. Endi bu yerda nijloy qilgan holatda bu birinchi variant. Ikkita xona sifatida belasizlar, o'rtaga devor tortasizlar. Buning o'zini alohida ikki xona sifatida beriladi. Bu birinchi variant edi. Ikkinchi variant, buning o'zini 350 dollarga arendaga qo'ysalaringiz bo'ladi. Sartaroshliklarga, uzun market, shunga o'xshagan narsalarga, ofis qiladiganlarga bemalol bo'ladi. Buning o'zini ham shunaqa holatda. Buni 300, buni 350 dollarga arendaga bersalaringiz bo'ladi. Devor yopib tashlab, xo'p, buning o'zini bir xona sifatida foydalansalaringiz ham bo'ladi yoki arendaga bersalaringiz ham bo'ladi. Bu ikkinchi variant. Bir xona sifatida foydalanadi. Bir xona ham qanaqa katta oshxonasi bilan sanuzeli shunday holatda qilsangiz, ikkinchi variantda sizlarga uy jiloyda qoladi. Alohida 3 ta bitta nijloy, 2 ta nijloy, bu yoqni jiloy qilsalaringiz bo'ladi. Bu ikkinchi variant. Qanday holatda ham bu kvartirani 1000 dollarga arendaga bersalaringiz bo'ladi. Nijloy qilgan holatda. Buni nijloy qilishga ozroq yuguradigan joylari bor, ozroq rasxoti bor, lekin uzoq muddatda albatta qoplaydi. Mana domimiz 7 etajkalining birinchi etajida joylashgan. Mana shu ikkita deraza. Qo'shnini so'rashingiz mumkin. Jiloy holatida 120 ming dollar so'rab turibdilar. Yonida mana nijloy qilib qo'yilgan. Birinchi liniyada joylashgan. Bu tarafimiz to'g'ri metroga boriladi. Asosiy Choshtepaning asosiy o'rtadagi yo'lda mana bu qatorasiga uzunasiga ketgan nijloy bo'lib turgan holatda. Nijloyga mana qo'shni domda birinchi liniyani ko'rishlaringiz mumkin. Qatorasiga market, barber shop, otel, apteka shunaqasiga ketgan. Nijloy qatorasiga metrogacha ketgan. Metro yonida 41 kvadratli bor. Metrodan tushganda 82 ming dollar so'rab turibdi. Jiloy holatida. Bizdan uzoqlashmang. Arzon variantlarni o'tkazib yubormoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.